Men UAACC'danman, uylanmayotgan akasidan aziyatchi haykallar jamiyatidan. Orzu havasam yo'q shekilli akalar, to'g'risi. Shu qilmaganim o'zim sovchilikka va kuyov bola qiladi ishlaydi. Ekvatorial Gvineyani prezidenti, qizim baxt degan nimasi bor? Shu xotini yo'q xolos. Qolgan hamma narsa bor. Baxtam eshikda turib, shunda kelsa bo'ldi. Hammasi bo'ldi. Ishonasizlarmi? Tezroq uylansin deb turib, otamni patinkasiga solmagan sabzavotim qolmas. Sabzi uyada tursin, shakar olib qo'yib qo'ydim hali kuni. Yo'q. Grechkalar ham solib qo'yapman, bo'lmayapti. Bunday turib olib, men uylansam, bolali bo'lsam, jiyanlaringdan qasos olaman deyapsanmi mendan deydi. Men aslini plan, men bo'zayman, u asli narsani plan qilib shashiltiradigan. Men taksida ham chaqirib olib gaplashib o'tiraman-da aka bilan, bekarchi ekansiz deb turib. Siz uylaning, qiynayman, o'zim bilaman kimni qiynashsiz. Yo'q, men uylansa orqasidan 12 sekunddan keyin men uylanaman. To'g'ri aytyapman. Uylanadi 12 sekund men sразу. Muchali lapashmas, u to'g'rimi? Biz ham ona yura olmaymiz, ona o'jay xotinimizni olib kelishimiz kerak. Men ofitsiallik qilib, to'g'rimi? Tezda uylansa nima bo'lar ekan?